Assalomu alaykum va rahmatulloh aziz yurtdoshlar, kanalimiz a'zolari. Hop, kalodislar uchun qolib, ustunlar uchun qolib, bu nima uchun? Lattogilar uchun qolib, o'rtog'im yasaydi. Bitta ko'rsatib ber. Kimga kerak bo'lsa, 95 bo'ladi. 95 ichdagi diametri, tashqi diametri. Boltika bilan qotirib, sekin ajratib, o'rtadagisi ko'tarilsa, qolpimiz tayyor. Bunimiz bu ustunlar uchun, uzun toklarda ustunlar uchun ishlaydi. O'rtaga bitta armaturani qo'yib, rastvorda quyilsa bo'ldi, ishlayveradi. Shuni to'ntarib, qolipda olinsa, bu ham oson. Arzon narxda chiqadi. Ustunni arzon narxda bitirib olsalar bo'ladi. Hop, bunisi nima edi Azbek? Buni kalodis qopqoq bor. Ha, kalodis qopqog'i uchun qolip ekan bu. Shuni tekis joyga qo'yib turib, rastor quyilsa, bu ham tayyor. Bunimiz o'sha latoylar uchun qolib, yoni ichki qismi 40, 30 tashqi qismi 45, 38. Ochib ko'rsatib ber buni. İşlanishi ham oson. Rastor quygandan keyin shuni yechib turib tayyor. Narsa ham bo'ladi. Buni nimani olinsa tayyor narsani yana yig'ib ishlataveradi bemalol. Oson. Bir kishi ham bemalol chiqsa bo'laveradi. Mana mayda isadi o'rtada. Qisadi. Choki ham zazori ham keladi, 0 ga keladi. Umuman. Rastor qo'ymaydi. Yog'ini ham qisib qo'ysa, tekis shotki qolib chiqadi. Kichkinasi ham bor, har xil razmerlari bor. Telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib, narxlarini bemalol so'rayverasizlar. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalga a'zo bo'lib qo'ysalar, yaxshi videolar qo'yib boramiz, xudo xolasa.